Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib turgan podpischilarimiz, bugun Xudo xolasa 20-mart 2025-yil hammalaringizdan kelib turgan Navro'z ayyom munosabati bilan tabriklab qolamiz va aksiya sizlarga bugun Gentra mashinamizni qo'yib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'rdinglar, Xudo xolasa sizlarga narxi yoqadi va yoqadigan bo'lsa, birdan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu mashinamiz Ravon 2017-yil narxini video boshida aytib o'taman. Faqatgina naq pul 95 million so'm kelib xarid etkizsizda bo'ladi. 17-yil Gentra uchun menimcha zo'r sena bemalol kelib ko'raverasiz. Sosteniyasini bog'lar olib paket 1000 kilometr masofani bosib o'tmagan. Yana shuncha qilingan mashina ikkinchi paysiz zavod ellarina farlar qo'yilgan. Aytib o'tdik. Obunachilarimiz uchun aksiya narxida 95 million so'm avtosel salonimizga kelib xarid etib ketaverasiz. Mashina 140 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Xo'sh. Polностью shumka bo'lgan, navorot qilingan, yana salonlar ham Malibu salon etib topilgan. Birinchi egasini o'zi, birinchi egani og'amiz bizga sotishga. Yana kojinli sideniyalar, salon освещениялari, monitor, Malibu 2 bar, orqalarida nima deydi, kolonkalari, 7 poliklari. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol avtosilarga kelaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib kuzatishni esdan chiqmasin.